Qurbon hayitga qurbonlik qilamiz deb qo'y ko'rgani chiqibmiz-da. Qo'ylarni uncha qimmatlab ketdi. Qo'ysizlik davrida yashayapmiz biz. Anomal qo'ysizlik davrimi hozir? Onasini hamsi biz mo'ljallagan pulga chimchimi, michami beryapti. Kaptar so'yib turmasa bo'ldi deyapman men. Yomon qimmat olib ketdi. Hamma oshnamni to'plab sotib yuborsam, ichida bo'zaklari ham bor. Zo'r ketamikin deyapman-da. Zottor hech kimga foydasi yo'q. Faqat yeb yotgan, rosa semirganlari bor-da. Nech pul mana qo'ysam 6 million deydi. Egasi kerak emas, bitta o'zini olamiz desam, yo'q, egasiz o'zi 6 million deyapti. Bu qimmat aka, ot go'sht chiqamiz desam, uka olmasangiz bor asabni buzmang. Buni odamlar so'yib tarqatadi. Odamlar yeb qonni to'yib duo qiladi deya. Fevralgacha qonnimiz ochmaydimi 6 millionlik qo'y desak, yo o'lgunimcha duo qassoblar ham yarim puliga so'yaman deyapti. U puliga odam o'ldirishni zakaz qilsa bo'ladi-yu.